Assalomu alaykum, Agrotexnika kanali obunachilari, yaqinlar, akalar, ayniqsa Zubr 1105 mini traktorni qidirib yurgan akalarimiz uchun eng oxirgi vipskadagi Zubr 1105 mini traktorimizni optim narxlarda sotuvga olib kelib qo'ydik. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar, men sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Birinchi navbatda dizaynlariga o'zlaring baho berasizlar akalar. Old qismida faralar, pavorotnilar, hamma faralari, lednilari, hamma chiroqlari ishlaydi akalar. Dinamlari bor, o'zini-o'zi bemalol zaryadlab beradi. Statorlariga ahamiyat berasizlar, motorni ostida joylashgan bo'ladi. Bu mini traktorimiz radiator bilan jihozlangan. Bu o'zini-o'zi bemalol sovutadi. 1105 original motor qo'yilgan, korobka qismlariga 1105 deb yozib qo'ygan akalar. Eng oxirgi gipsga, ya'ni 3 ta remenli bo'ladi. Bitta remenni mabodo jatka ulaganlaringda remenni old qismiga o'tkazib, bemalol jatkadan foydalanishlaring mumkin. Skorslari old qismida datchilari, hamma narsa, suvni datchilari, yog'ni datchilari, hamma datchilari ishlaydi akalar, ko'rsatib turadi. Sidinalariga ahamiyat berasizlar. Oldingi zuburlarimiz sidinasi qattiq edi. Eng oxirgi viskasida sidinalari juda ham yumshoq qilib ishlab chiqarilgan. Bu esa komplektdagi nabor kulishlari, barlari bor akalar. Bundan tashqari yon qismida enshalar o'rnatilgan, ya'ni enshalar orqali frezalarini bemalol ko'tarib tushirishlari mumkin. Frezalariga kelsak, frezalari 22 qatorli bo'ladi. Ikkinchi enshasi akalar eng oxirgi vipskadagi. Ikkinchi enshasi akalar eng oxirgi vipskadagi zuburlarda ikkinchi ensha old qismidagi jatka uchun o'rnatilgan, ya'ni jatka ulaganlaringda ikkinchi enshaga ulab bemalol foydalana olasizlar. Bundan tashqari gaz steplenlari, toshbaqa quyonlari. Bu mini traktorimiz akalar komplektiga kelsak, komplektda o'sha ko'rib turgan 22 qatorli frezalaring bilan birgalikda universal ikkitali plyulari bo'ladi. Plyularni ko'rishlaring mumkin, bemalol foydalanishlaring mumkin. Ishlashlari juda ham mo'shni akalar. Bundan tashqari bu mini traktorimizga birga bir tushadigan original jatkalarni ham o'rta narxlarda sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Jatkalarini akalar ko'rishlaring mumkin, temir taraqli original jatkalari bo'ladi, plastmassa bo'lmaydi. Bu mini traktorimizni akalar sizlar uchun katta partiyada optim narxlarda olib kelib qo'ydik. Balonlariga ahamiyat berasizlar. Balonlari ham kichkina balon emas, katta balon, bemalol razmeratsiya bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kaminat bozorida. Agarda sizlarga yana ham batafsil, yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kaminat bozorida akalar. 103 pitaydan o'tganlaringda, o'ng qo'llaringda mol bozoriga yetmasdan, chap qo'llaringda do'konimiz, assortimentimizni ko'rib turibsizlar, juda ham katta. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Biz sizlarni kutib qolamiz.